Guruh, tekislan, rostlan. Qulog'ingizga qo'rg'oshindik quyib olinglar. Sizlar meni qo'l jangi darslarimga sport formasida emas, dala kiyimi bilan oyog'ingizga botinka kiyib kelishingiz kerak. Jang maydonida dushman bilan to'qnash kelsangiz, shoshmay tur. Men formamni kiyib olaman deysizlarmi? Tushunarlimi? Xuddi shunday. Eshitmadim. Xuddi shunday. Kiyim almashtirishga 1 daqiqa vaqt. Vaqt ketdi. Bu boshqa gap. Jikkakina bo'lsangiz ham juda tirishqoq ekansiz. Chegarachisiz, a? Xuddi shunday. Sizlarni kuzatib yurdim. Tayyorgarligingiz yomon emas. Sizga qiyin bo'ladi. Qorinni yo'qotish kerak. Mashg'ulotga kelmaganlar bormi? 3 kishi kasb mutaxassisligi bo'yicha mashg'ulotda. Bu yer xolangizning uyi emas. Mashg'ulotda hamma qatnashishi shart. Bu yer tog'li hudud. Kutilmaganda qor ham, yomg'ir ham yog'ishi mumkin. Vaqtlaringga hozir havo ochiq. 1-2 ga sana. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Eshitmadim. Nima, ovqat yemaganmisizlar? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Ana shundoq bo'lsin. Hech qisi yo'q. Hali ko'rasizlar. Men sizlarni hammanglarni asl mard o'g'lon qilib tarbiyalayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshitaman singlim. Men kursant Mahmud Zohitovning ayollariman. U kishini chaqirib berishning ilojisi bormi? Bilasizmi, ular hozir darsda. Darslar soat 2 da tugaydi. Ungacha xo'p, ana bu yerda qahvaxona bor. O'sha yerda o'tirib turing. Darslar tugagandan keyin turmush o'rtog'ingizni shaxsan o'zim chaqirtirib beraman. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Mayli. Yur o'g'lim, ana bu yerda o'tirib turamiz. Qo'l jangi 2 turga bo'linadi. Qurolli qo'l jangi, qurolsiz qo'l jangi. Bugun sizlar bilan qurolsiz qo'l jangini o'rganamiz. Odam yiqilganda tanasini 5 ta qismini ehtiyot qilish shart. Bular bo'yin umurtqasi, ikkita tirsak, va ikkita tizza. Yiqilayotganda birinchi navbatda ana shu joylarni ehtiyot qilish lozim. Saflaninglar. O'rtoq polkovnik, nazorat o'tkazish joyi bo'yicha navbatchi serjant Naimov. Singlimiz kim ekan? Dadangni ko'ramiz. Kursant Zohidovning turmush o'rtog'i ekan. Nega u yerda o'tiribdi? Darslar tugaguncha qahvaxonada kutib turishlarini aytgandim. Yosh bolasi bor ekan. Qiynalib qoladi. Kutishxonasiga olib kiring. O'sha yerda dam olib tursin. Xo'p bo'ladi, o'rtoq polkovnik. Maktab, rostlan. Hozir sizlarga dushman pichoq bilan tepadan hujum qilganda qanday himoyalanishni o'rgataman. Kursant Aliyev. Men
2 qadam oldinga. Xo'p bo'ladi. Dushman sizga o'ng qo'lidagi pichog'i bilan tepadan bosh qismga zarba berayotgan mahalda chap qo'l bilan zarba yo'lini to'sib, o'ng qo'l bilan tashqariga qarab qayiltiriladi. Kursant Aliyev, Men. hujumga o'ting. Xo'p bo'ladi. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Kursant Aliyev safga turing. Xo'p bo'ladi. Birlar, ikkilar bilan men ko'rsatgan usulni 5 daqiqa mashq qiladi. 5 daqiqadan so'ng o'zim qabul qilib olaman. Agar kimda kim ataylab yutqazib bersa, men bilan shug'ullanishni boshlaydi. Aka, to'tamanmi? Ha, o'g'lim. Ha, buni qara chiroyliligini. Ha, doncha o'qiyapti. Yur endi oying oldiga. Xo'pmi? Hozir senga olmalar beraman. Ha, o'g'lim. Mana. Serjant bo'lding, qolding. Bitta serjantsizmi? Bu nima deganing? Bir aytdim qo'ydimda. Siz uyda haligi bir soniya ham yasholmayman, Mahmud aka. Bunda bir oilam bormi, yo'qmi demaysiz-a? Tavba qildim. Oldin salom alik degan narsalar bo'lardi. Kelmasingdan darrov videoyini boshlaysan, Sanobar. Anchadan beri ko'rishmadik. Bunday hol ahvol so'rashaylik. Qolgani bir gap bo'lar. Mana shunaqada. Saidjon, qara. Mana buni qara. Ma. Yeyishga ovqatingiz, Ol. yotishga joyingiz bo'lgandan keyin biz bilan nima ishingiz bor? Yaxshiyam qarindosh urug'larim bor. Holimdan xabar olib turishibdi. Ular bo'lsam o'lib bo'ldim. Bunaqa yashash jonimga tegdi. Toy bolam. Bir yil armiya, 9 oy o'qish. Bu yoq yana nima bo'ladi, Xudo biladi. Yaxshisi javobimni bering. Qishloqqa ketaman. Bolamni siz bir amallab katta qilib olarman. Hech qayerga bormaymiz. Dadam bilan qolamiz degan. Ana, o'tirdingizmi? Voy toy chog'im meni, shirin bola, asal bola. Mahmud aka. Men ketdim. Saidjon, buni qara. Jamadonimni olib bering. Jamadonimni olib bering deyapman. Yeb qo'yaman otasini bolasi. Mana, olmayni qara. Voy, Mana Saidjon, mana qara. Ko'rdingmi? O'g'lim, menga qaragin. Meni sog'indingmi? men ketdim. Men bilan qolasan, ha? Mana. Mana buni o'ylagin. Ma. Qani? Ququlani olib beraymi? Ququ. Bum bum. Bum 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 bum. Oya. Sanobar. Oya. Menga borami? Menga borami? Mashqqa kirishilsin. Mana shuni hammasini senga beraman. O'zing ochasan, xo'pmi? Xo'p. Nechta ekan? 1, 2, Mahmud aka, 3. kechiring. Sizni sog'indim. Siz qiynalib ketdim. Kechiring, xo'p? Kechiring.
yotadi. O'rtoq kursantlar, har bir harbiy xizmatchi vatan oldidagi muqaddas burchini bajarish uchun unga biriktirilgan qurol aslahalarni mukammal bilishi va asrab avaylash shartdir. Bugungi mavzuyimiz avtomat o'q-dorilardan foydalanish tavsifi to'g'risida bo'ladi. O'q-dori bilan ishlashda shuni eslatib o'tmoqchi edimki, ularni moyli, qumli va suvli joylarga qo'yish mumkin emas. Avtomatlarni jang maydonlarida qoldirish va begona qo'llarga berish qat'iyan man etiladi. Mana shu gaplarni siz o'rtoq kursantlar harbiy qismlarga borgandan so'ng askarlarga yetkazib qo'yishlaringiz shart. O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasi tushunchasi huquqiy maqomni bildiradi va O'zbekiston Respublikasi davlat hududining barcha fizik doiralarida quruqliklar, suvda, yer ostida va havo bo'shlig'idagi kenglik chekkalarni tushunchasidir. Davlat chegarasi delimitatsiya, demarkatsiya va redemarkatsiya qilinadi. Delimitatsiya deb bu xaritada chegaraning o'tish joyini aniqlashga aytiladi. Delimitatsiya lotincha delimitatsion so'zdan olingan bo'lib, u xaritada belgilash deb yuritiladi. Demarkatsiya so'zi nima? Demarkatsiya deb qo'shni davlat harbiy xizmatchilari va mahalliy organ xodimlari bilan birgalikda davlat chegarasini belgilash, ularni ta'mirlash ishlarini olib borishga aytiladi. Redemarkatsiya odatda chegarada sezilarli o'zgarish bo'lganda, eskirganda, harbiy to'qnashuvlar, tabiiy ofatlar yoki boshqa sabablar natijasida chegara belgilari qisman va to'liq o'zgarganda, shunday qilib tushlik mahalda dasturxonga quyidagi idishlar qo'yiladi. Demak, ikkinchi ovqat solish uchun hamda birinchi ovqat solish uchun kastrulkalar, non idish, birinchi ovqat suziladigan tovoqcha, ikkinchi ovqat uchun likopcha, qoshiq, sanchqi, choy ichishga krujka, sariyog' va shakar solish uchun idish, ovqat suzib olish uchun cho'mich va kapkir. Qarshingizda 3 ta nishon Kalashnikov avtomatidan otish uchun mo'ljallangan. Alohida bittasi esa Makarov to'pponchasidan otish uchun qo'yilgan bo'lib, quroldan otilganda nishonni qanday olganinglar lazer nurlari yordamida kompyuterda aks etadi va otish jarayonida necha ball to'plaganinglarni ko'rsatadi. Mashg'ulotimizning dastlabki qismida Kalashnikov avtomatidan turli masofada paydo bo'ladigan nishonlarga o'q otamiz. Nishonlar o'zaro farq qiladi bir-biridan. Birinchisi, nishon raqami 8, ya'ni tik turuvchi qomat. Ikkinchisi pulemyot hisobi. Nishon raqami 10. Uchinchisi esa uzoq marradagi nishon. Raqami yana 8, tik turuvchi qomat. Har bir nishonga diqqat bilan ahamiyat qilinglar. O'rtoq kapitan, mana bu guldasta sizga. Shu maktabda o'qiymiz deb tibbiy ko'rikda sizni aldagan edik. Bizni kechiring. Iltimos. O'n 15 yil. Nima? Oxirgi marta gul sovg'a qilishganiga 15 yil bo'pti. O'rtoq kapitan, so'z beramiz. Boshqa bunaqa bema'ni qiliqlar takrorlanmaydi. Xuddi shunday o'rtoq kapitan. Ishoning, qilgan ishimizdan o'zimiz ham pushaymon bo'lib yuribmiz. Mayli. Gul uchun rahmat. Egilgan boshni qilich kesmaydi deyshadi-ku. Darsga bora qolinglar. Nodiraxon, siz men bilan yuring. Xo'p bo'ladi, o'rtoq kapitan. Nodiraxon, to'g'risini aytsam, men sizni yomon bolalarga qo'shilib qoldingiz deb o'ylagandim. Lekin ular yomon yigitlarga o'xshashmaydi. Menga ayniqsa ularning bir-birini himoya qilmoqchi bo'layotgani juda ham yoqdi. Shunday bo'lsa ham, sizdan iltimos, ularni nazorat qilib turing, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Ha, yana sizdan bir iltimos. Men yigitlar oldida indamadim. Ularga tushuntirib qo'ying. Bunaqada juda qattiq pand yeb qolishlari mumkin. Xo'p bo'ladi.
Gul uchun rahmat. Sizga ham rahmat, o'rtoq kapitan. Bera qoling. Qani, xormanglar. Keling, keling. Keling. Keling, qani o'tiringchi. Kelinoyi, Ha? eringizni tanimay qoldim. Nega? Siz yo'g'ingizda qovog'idan qor yog'iluvdi buni. Mahmud aka, hali shunaqamisiz? Jim, Hazillashyapti, xafa bo'lmang. Men o'qishga kirishimdan oldin bir onaxonada ijroda turardim. Ijara haqqi ham uncha qimmat emas. Keyin hamma sharoiti muhayyo. O'sha joy maktabimizdan uncha uzoqda emas. Sizga ham yoqadi deb o'ylayman. Borib gaplashamiz. Yaxshi bo'lardi. Agar onaxon hali odam olmagan bo'lsa, bemalol o'sha yerda yashashingiz mumkin. Rahmat. Sizlarga katta rahmat. To'g'risi, bu kishini shunday o'rtoqlari borligini bilmasdim. Rahmat. Tekislan. Rostlan. Sport zalida hamma, bola chaqa ham, xotin qizlar ham shug'ullanishi mumkin. Lekin askarning yo'rig'i boshqa. Jang, ob-havo ham, joy ham tanlamaydi. Amir Temur boboning janglarini eshitganmisiz? Bobur shohni taktik usullarini-chi? Yoki Jaloliddinning Amudaryoda suv ostida suzib borib, qirg'oqda turgan Chingiz askarlarga qiron keltirganini-chi? Shuning uchun har bir askar hamma narsaga tayyor turish kerak. Jang maydonida askar bajarish kerak bo'lgan birinchi vazifa nima? Dushmanni yer tishlatish. Javob noto'g'ri. Kursant G'iyosov. Men bir qadam oldinga. Xo'p bo'ladi. Qo'lni yerga tiragan holda 10 marta yotib turasiz. Xo'p bo'ladi. 1, 2, 3, 4. Joyingizga turing. Xo'p bo'ladi. Kursant Aliyev. Men bir qadam oldinga. xo'p bo'ladi. Qaytaraman. Jang maydonida askar bajarishi lozim bo'lgan birinchi vazifa nima? Nima bo'lgan taqdirda ham chekinmaslik, o'rtoq serjant. Javob noto'g'ri. Qo'lni yerga tiragan holda 15 marta yotib turing. Xo'p bo'ladi. Hay bola, to'xta. Hay, to'xta dedim. Hay, xafa bo'lma. Peshinangga yozilmagan ekan. Endi meni aytganim bo'ladi. Hey, tog'a bo'lib bunday gapirsang-chi. Opa, o'z holiga qo'ying. Xo'sh, yana kim javob beradi? Men o'rtoq serjant. Yaxshi. Jangchini birinchi vazifasi nima? Jangchini jang maydonidagi birinchi vazifasi o'z do'stlarini tashlab ketmaslik. Javob to'g'ri. Demak, gap bunday. Hammangiz to'siqlar yo'lagini yaxshi bilasizlar. Bu safar ana shu to'siqlar yo'lagidan yarador sherigingizni olib o'tishingiz kerak. Diqqat bilan eshitib oling. Birinchi topshiriq: har bir kursant belgilangan joydan emaklab yarador bo'lib yotgan sherigini olib o'tadi. Vazifani qiyinlashtirish maqsadida maxsus brigada shartli yomg'ir yog'dirib turadi. O'nga topshiriq bajarish uchun belgilangan joyga qadam bos. Bo'ldi-da endi. Nima qilasiz bolani qiynab? Ahvolini ko'rib turibsiz-ku. Voy, tavba qildim. Nima balo, men dushmanmanmi? Qaysi ona o'z bolasiga yomonlikni ravo ko'radi? Bizlarga o'xshab san'atkor bo'lsa yomonmi? Yur jiyan. Qo'y, xafa bo'lma onangning gaplariga. O'tir, mashinaga yur. Savil.
bo'laqa tezroq. Hey, Rahimjon. Meni gaplarimni eshityapsanmi? Xotinga o'xshab qaysar bo'lmay ket. Yurasanmi yo'qmi? Men baribir serjant bo'laman. Vaqt ketdi. Keyingi juftlik olg'a. Yanada tezroq. Chaqqon. Kiminlamasdan ikkinchi etap. Yaradorlarni olib chiqish. Suvdan ko'proq bering. Ko'proq. Chaqqonroq. Yaxshi. Yana ozgina yigitlar. Billemeng. Barakalla. Chaqqon. Yerga qo'y. Vaqt tugadi. Vatan bergan non tuzing uchun shukr aytib baxtga to'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun men albatta serjant bo'laman. Vatan bergan non tuzing uchun shukr aytib baxtga to'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun men albatta serjant bo'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon kerak bo'lsa fido bo'lsin jon olsam sira qilmasman armon men albatta
tog'ingga ko'z tegmasin deb, chorbog'ingga ko'z tegmasin deb, tuprog'ingga ko'z tegmasin deb, men albatta serjant bo'laman. Yov tog'ingga ko'z tegmasin deb, chorbog'ingga ko'z tegmasin deb, tuprog'ingga ko'z tegmasin deb, men albatta serjant bo'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun, men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon, kerak bo'lsa fido bo'lsin jon. O'lsam sira qilmasman armon, men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon, kerak bo'lsa fido bo'lsin jon. O'lsam sira qilmasman armon, men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon, kerak bo'lsa fido bo'lsin jon. O'lsam sira qilmasman armon, men albatta serjant bo'laman. O'zim senga